Bu videoda 24 soat o'rmonda yashaymiz. Qani ketdik. Mana o'rmon. Mana o'rmon. Haqiqiy o'rmon jigarlar. Nima bu? Yuguraylik. Choppan o'g'ri. Suv bor o'zi. Jigarlar. 2-3 bo'lsa 4-5lab cho'milamiz. Endi aylanamiz. Qani ketdik jigarlar. Aylanamiz. Aylanamiz qani. Mana boyaga. Jigarlar, sizlarga bitta narsani eslatmoqchiman. Bu o'rmon 76 gektar edi. Egasini aytish bo'yicha o'rmon xo'jaligini anu bo'ladi-yu, nima deydi? Qaraydigan odam 76 gektar 3-4 kilometr ekan bu o'rmon. Tartibi shunaqa ekan. Mana nima? Bular tut bo'lishi kerak. 76 gektar sal kam emas. Vatanike bog'idan 30 gektar bo'lsa, vatanike 2,5-3 barobar katta bo'lyapti. Kilometr 4-5 kilometr ekan. Tak. Mana boya ketmoq. Don bo'lmasa yerda serios cho'miladi. Ilon chiqish ehtimoli katta bo'ldi. İlon jigar, ilon bilet. Jigarlar men ko'rgan narsani sizlar ham ko'rdinglarmi? Ilon bor ekan, ilon bor ekan jigarlar. Men ko'rganman. Sizlar ham ko'rdinglar. Mana shuni olaymi kameraga? Kameraga olaman. Bu taydan chiqishi kamida jigarlar. Hozir o'tirib gapiraman. Jigarlar. Bu 76 gektar, 4-5 kilometr bo'lsa, buni aylanib chiqishdiman. Bitta qismida aylanib chiqaman, to'g'ri. Bitta qismida aylanib chiqaman, to'g'ri. O'zingizlar ham bilasizlar. Bitta qismida cho'zilib ketadi video 10-15 minut bu. Men hozir videoni 9 minutlik qilaman. Buni ikkinchi qismi ham bo'ladi. Ikkinchi qismi uchun 1000 ta prosmotr bo'lsin. Mana shu videoda 1000 ta prosmotr bo'lsa, ikkinchi qismini olamiz. Shuning uchun like bosinglar, obuna bo'linglar. Buni ikkita qism bo'ladi, короче. Birinchi qismini hozir o'rganib chiqamiz, o'rmon yarmini. Ikkinchi qismini yarmini o'rganamiz. 10-15 ta qism bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun like bosinglar. Chunki bunaqa o'rmonni aylanmasa ham qani ketdi buni. Mana botlar. Hop. Что? Я тебе фу. Что? Chiqolmon qani mana. Chiqolmon shamol bo'lyapti. Ilon bo'lishi ham mumkin tevasda. Tak ketdik, yuramiz. Bu bitta aylanib bo'yon tutdim. Ilon ko'rgan joyimiz. Anta o'tirdim. U yoqqa ketsam adashib qolaman. Shu anita chiqish. Shu mana shu atrofda yuribman-da. Ariqqa yaxshilab ko'ray. Keyin men olib boraman ariqqa. Qaranglar. Qochamiz. Qoch. Prямо ko'rinadi. Jigarlar. O'zi nariyoqqa ketadi. O'nta ariq bo'lsa, bu yoqqa ketadi. Daraxtga ketib, dam suvga tushgan. Hozir eshitilyaptimi? Ovoz balandligini ko'paytiraylik. Eshitildimi? Uzoqqa ketgim kelmayapti, chunki bitta cho'kib joyi yo'q. Qiziqomli xo'k degan. Chunki chiqishga yaqin, hozir syomkani tez tugatib ketishimiz kerak biz ham. Keyingi qismidagi mana shu cho'milaman. Sizlarga ariq ko'rinmayaptimi-kan? O'zi bu yoq keyingi qismida chunki o'tish qiyin.
ketdi kichik. Sekin butun suramiz bu yoqqa. Hop. Jigarlar, hozir bizda qisqa reklama. Salom jigarlar. Bilasizlar, men 100 ta obunachi bo'lganimda oddiy short siqib nisholagan. Karyeram boshlanganiga 1 oy bo'ldi. To'g'rimi jigarlar? 1 oy ichida men 200 taga yaqin podpiska yig'dim. Men 1000 taga juda ham yaqinman. Agar 1000 ta bo'lsa, mana shu katta o'rmonni arendaga olaman. Mana shu o'rmonni arendaga olib turib, egasi bilan gaplashganimizni, arendaga olganimizni, qanchaga olganimizni aytaman. Buning uchun tezroq obuna bo'linglar. Bunga kamida $10,000 yaqin pul ketadi, chunki mana mantlar stolga qo'yamiz, bezatamiz jigarlar. Mana monitor qo'yamiz, mana katta monitor qo'yamiz, mana mashitda mashitgacha monitor qo'yamiz-da jigarlar. Monitor qilib obunachi qo'yib qo'yamiz. Bugungi data 950 ta obunachi bo'lganda bu chaqiraman sizlarni. Ertaga 3 kundan keyin o'sha video chiqadi, qachon bo'lishini aytaman, ham o'sha qachon bo'lishini aytaman, ham olganimizni syomka qilaman jigarlar. Shuning uchun obuna bo'linglar, tezroq 1000 ta bo'lay, tezroq shunaqa chaqiray hamma obunachilarimni. Qani obuna bo'linglar, mana mantlarga stol bezatamiz, mashitlarga. Lekin 100% bu narsa iyulda bo'ladigan narsa, hozir iyunni. Chunki bu narsa 950 ta bo'lganda 50 ta obunachi kelish qiyin emas. Shuning uchun obuna bo'linglar hoziroq. Mana mashitga chaqiraman, mantlarga stol yasab tashlaymiz. Pomniki menga bitta telefonlik challenge bo'ladi. Qanaqa telefon desanglar, Honor 9D telefoni. Honor 9D da shunday challengelar qilaman. Challenge'larda yutgan odamga Honor 9D 10 million so'mlik challenge'da olib boradi. Shuning uchun like bosinglar, obuna bo'linglar. Tezroq meni birga qiling, mana mashitlarda bo'ladi. Reklama tugadi. Reklama tugadi. Qani unda video qani ketdik jigarlar. Mana hop, reklamani ko'rdinglarmi jigarlar? Reklama yoqdimi? Tezroq shuna obuna bo'linglar. Hop, hozir mana boyagi joy. Men videomga topib budik. Shunga topaman. Mana ol. Hop, tak. Kameraga ol. Shu ariq. Boyun daraxtga tushirib. Yana voy, boshqa yerga tushib. Voy, oxirgi olishim keyin jigar ko'rdinglar, tekis omadinglar. Tekis omadim. Video o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi chiq 1000 ta prosmotr olsin bu video. Like bosinglar, 500 ta like. Video o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqanmasa like, obuna